Assalamualaikum hürmetli televizor köyküçüler. Ada ve Tabiat programımızda görüşünlerni qarshi olamiz. Qandoq daryo iqim suv ko'p bo'ladi. Mariusning safari amdila boshlandi. U optob va o'g'ri ovchilar bilan baygiga tushib, bir panoh joy tepishi, ondan u yasab avlod qoldirish kerak. Qurg'oqchilik faslining yetib kelishiga ergishib, Amazon daryosining suvi asta-asta tortildi. Kishilarning ko'lga yemakliklarni tashlab berishini saqlaydi. Kishida ba'zi timsohlarga hatto ism qo'yib qo'ygan. Yana ba'zi timsohlar texi qirg'oqqa chiqib yemakliklar. Bu ko'l kichik bo'g'ini bilan jonliqlarning turi ko'p. Bu suv rayoni izchil tariyib, har xil beliq turlarini kun sayin tariyotgan suv rayoniga markazlashtirmoqda. Uning safari amdila boshlandi. Mariusga nisbatan Marius oxiri bu xillat joyni tanladi. Markazlanchigimi hushyorlik bilan chekildi. Uzun vaqt chivinning azoblashiga bardoshtlik berdi. Xatar o'tib ketgandan keyin u suvga qaytdi. Suvning kun sayin ozayishiga ergishib, Mariusning muhofazatda turish o'rnidan uvg'ichi bo'lgan borliqi bag'ansiri yiroqlashdi. Bo'libmi hozir shundoq. Suv yanada azaymoqda. Ularni bu azobdan qutuldirgan yomg'irning qilchimi shapsi yo'q edi. Tez suvda oksigen ig'ir darajada yetishmaydi. Keyin bag'ansir ko'p beli qirg'oqda to'xtab qoldi. Köl, chirindi-xo'r hayvonlarning ziyofatiga aylandi. Qari tazqara necha kilometr jiroqlikdan uchib kelib, nurg'un o'lgan yoki o'lay deb qolgan beliq ziyofatiga ulgurdi. Bu tazqarlarning topmasligi raqibini jalb qildi. Bu cho'ng qora qaymon timsiqi to'yg'ichi edi. Yana tushlik tomiqini bo'lishni qaror qildi. Bu qushlarni boshqa tanlash qolmadi. Chunki ko'lda ularning mezlik tomiqi bor edi. Shular bu tazqarlar bunchalik ziyonga parvo qildi. Suv tushib yuyildi. Nem paylari nihoyat tezlik qurdi. Bu qaymon timsiqi bolasi kuchli dushmani bilan bir maydon qahramonlarcha kurashni boshladi. Bu uzunga so'zilgan bir yil ichida omon qolgan qaymon timsiqi bolalari chak shubhasizki hayotdagi kuchni ko'rdilar. Bu vaqtda ular o'xshash yoshligilarni yuraklik oldi bo'ysundira oladi. Bir sodda Amerika qoplini unutilg'usiz tarbiyaga ega bo'ldi.
kelkun sabablik o'rmonlikdagi bu g'oyat zo'r qora arvohlar asta-asta g'oyib bo'ldi. Ular yana bir qitim dunyoda eng qiyin, shundoqla eng xatarlik ovchilar qatoriga qo'shilib ketadi.